Do'stlar, Gaz-24 Volgani modernizatsiyalarini birma-bir sanab beraman. Gaz-24 02 asosiy universal, Gaz-24 03 tez tibbiy yordam, Gaz-24 04 bu taksi versiya, Gaz-24 77 ekspert dizel versiyasi va Gaz-24 12 yangilangan modernizatsiyali versiya. Do'stlar, biz albatta hazil qildik. Biz o'zimizni bilib turib buni mashinani ag'darib teglariga sepishga o'tgan edik. Mana ishlarimiz tugadi. Sizlar bilan kuzatamiz. Nimaga ahamiyat qildim? O'tgan safar aytganimdek, piska struyniy apparatda sepilgandan keyin har bitta detalda kamchiligi kelib chiqadi. Birinchi o'rinda mana bu joyi, bilasizlar, damkirat qo'yiladigan joy juda ham yilib ketgan ekan. Sababi faqatgina damkirat emas, bu bizning yo'llarimizdagi tuz, yig'ilgan tuz, ya'ni chang bilan aralashganda suv bilan teyaveradi, bilasizlar, shassi har doim aylanurganida tuz yig'ilib zanglashni boshlagan. Yana nimaga ahamiyat qilsak bo'ladi? Mana diskasida to'g'risi yorilib ketgan ekan. Asosan o'zimdan kelib chiqib aytolmayman, odam yamaga tushganida juda qattiq udar bo'lib turib qiyshayib ketadi. Ochig'ini aytaman, men o'zim ham diskam qiyshayib ketgan ko'p ballonda yurib. Lekin qolgan joylari yaxshi, yomon emas. Sababi ramasi butun va albatta mana pistoletini ko'pchilik biladi Volgani. O'sha joyi urilgan yoki qanaqadir zarba yegan joyi bo'lsa, buni almashtirishimiz kerak bo'lib qoladi. Bizning Volgamizda ramasi bilan pistoleti butun, bu alohida bizga Kottagon plus. Sababi buni asosiy qiyinchiligi shu ramasi bo'ladi. Agar buni ramani almashtiradigan bo'lsak, albatta katta mablag' va yangisini qidirib topish qiyin bo'ladi. Zanglagan yoki yemirilgan joylari bor, sababi mashina 10 yildan beri turgan va hech kim bunga ahamiyat qilmagan. Do'stlar, biz piska struy ishlarimizni tugatganimizdan keyin bizda aniqlashdi nimani yengillaymiz. Biz birinchi o'rinda old tarafga ahamiyat qildik. Bizda fartuk bilan usilichillar almashtiramiz. Sababi mashinamiz katta ehtimol bilan udar yegan va urilgan va zanglagan joylari juda ham ko'p edi. Do'stlar, men o'ylab qarasam, ustalarimiz faqat o'zini jonini xavf ostiga qo'yayotgan ekan. O'shaning uchun men ham o'zim jonimni xavf ostiga qo'ydim. Sizlarga kontent ko'rsatish uchun. Tegida svarka qilinib, pola alishgan ekan, tunuka qo'yib qo'yishgan ekan, svarka qilib. Albatta bu joylarni ham almashtiramiz. Sababi bu yoqlarni ham ko'raman, mana qiyshayib yotgan joylari juda ham ko'p. Bu agar mabodo suv ko'lmaga tushib qolsanglar, u zatop bo'ladi-ku, suv bilan ichlari. Do'stlar, orqa tarafimizda ham yamalgan, qirilgan joylar juda ham ko'p ekan. Kastapraf akamizga albatta omad, sababi mashinamizni tayyor holida Kastaprafga hozir olib boramiz. Mashinani tuzalishi, mashinani umumiy zavod holatiga keltirilishi sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Do'stlar, hozir juda ham qiziq holat. Boya aytganimdek, hayotimizni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham, mashinani hozir tushirishga men ham yordam beraverar ekanman. Nimagadir meni ham qo'shdi shu narsaga. Mayli. Qani akalar, men sizlarga ishonaman. Tak, hozircha emas, o'zingizlar aytasizlar. Voy, bu cho'g'ir bu. Qochavering. Men tirayman, если что. Bizani qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Albatta hammalarga rahmat. YouTube'imizga ham kirib ko'ringlar. Bu videolarni Instagramda kichkina variantini, YouTube'da albatta kattaroq variant qilib, umumiy obzor qilib ko'rsatyapmiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Retro Cars.uz boshlovchilari aka Javoh bizlar bilan birgalikda bo'linglar.